Assalomu alaykum barcha obunachilarimizga, yaxshimisizlar, tuzumsizlar? Mana deyarli 1 yildan beri YouTube kanaliga hech qanaqa video post qo'yilmagan edi. Bugun sizlar bilan mana shu videomizni olamiz. Bugungi videoda sizlar bilan VK Surfing saytida sarmoyasiz pul ishlashni ko'rib chiqamiz. Saytdan ro'yxatdan o'tish, qanday akkauntlarni bog'lash, qanday pul ishlash, o'zi qancha pul ishlasa bo'ladi, pullarni yechib beradimi, hammasini sizlar bilan tekshiramiz. Xo'p, Telegram kanaliga o'sha saytning silkasini tashladim. Mana Telegram kanal Tronking 2024 deb yozsanglar chiqadi. Atak kommentariyaga ham Telegram kanal silkasini tashlab qo'yaman, saytni silkasini ham. Xo'p, saytga ustiga bosib olamiz. Xo'p, bu yoqdan open inni bosib, через Google orqali, brauzer orqali ochadi. O'sha Telegramni o'zida qolib ketmaydi. Xo'p, ko'rib turibsizlar, bu yoqda начать сейчас и войти turibdi. To'g'ri, men начать сейчасni bosamiz. Sizlarda akkauntingiz yo'q bo'lsa, xo'p, bu yoqda emailinglarni yozib qoldirishinglar kerak ekan. Hozir biz email yozamiz. Emailni yozib oldik, endi продолжить bosamiz. Xo'p, biz bu yoqda parol o'ylab topishimiz kerak ekan. Hozir parolni ham yozib olamiz. Xo'p, parol o'ylab topdim. Parol yozayotganda e'tibor beringlar. Katta harf bo'lsin bitta, kichkina harflar bilan birga bitta belgi bo'lsin, kamida raqamlar ham bo'lsin. Raqam eslab qolinglar, parol yozish bo'yicha. Atak hozirgi telefonda parollarni o'zi eslab qoladi avtomatik, endi aytib bo'lmaydi, biron joyga yozib qo'yinglar. Xo'p, biz registratsiyani bosamiz. Men robot emasman, ya'ni odam ekanligimizni tasdiqlaymiz. Xo'p, bo'ldi, hozir avtomatik kirib ketsa kerak-da. Bo'ldi, bizga profil ochildi. Mana o'zi parol saqlasinmi deyapti. Saqlashni bosib qo'ysanglar saqlanadi. Bo'lmasa atak yozib qo'yinglar yoki esda qoldiringlar. Xo'p, keyingi qadamlarni ko'rib chiqamiz. Xo'p, bizga asosiy kerak narsalardan bittasi добавить profil. Biz bu yoqda o'z profillarimizni, ijtimoiy tarmoqlardagi profillarimizni qo'shib olamiz. Eslatma, misol uchun bu yoqda VKontakte, Instagram, TikTok, Like va hokazolar turibdi. Va Pinterest ham qo'shilgan ekan. Даже Tetrismi nima deyiladi? Xullas, ijtimoiy tarmoqlar ko'rib turganingizda bor. Bu yoqqa o'zingizning asosiy akkauntinglarni qo'shib qo'ymanglar. Fake akkaunt ochib olinglar mana shularni qo'shishni tavsiya beraman. Xo'p, biz o'zimizga qulay bo'lgan Instagramni tanlab qoldiramiz. Keyinchalik VKontakte, Telegramlarni ham qo'shib olamiz. Xo'p, bu yoqqa Instagram profillaringizni silkasi ili nickname'ini yozishinglar kerak, ya'ni username'ni yozishlaringiz kerak. Biz hozir yozib olamiz. E'tibor beringlar, biz username yozganimizda bu yoqda aytibdi, o'sha mana shu akkauntingni biosiga mana shu so'zni kopировать qilib qo'y deyapti. Bo'ldi, biz hozir bu so'zni kopировать qilib Instagram akkaunt profilimizga qo'yamiz. Obunachilar, qaranglar, bu yoqqa biz Xo'p, obunachilar, men bu yoqda Instagram profilimni o'zgartirdim. E'tibor bergan bo'lsanglar, boshqa nickname turdi. Endi boshqasiga o'tkazdim. Adashib boshqasini yozyapman. Uncha ahamiyatsiz, endi aytib o'tib ketay dedim. Xo'p, username yozdik. Mana shu so'zni kopировать qilib turib, Instagram profilimizga qo'yamiz. O'sha o'zimiz ulamoqchi bo'lgan akkauntga. Xo'p, biosga kirib olamiz. Edit profildan bosib, biosga o'sha kopировать qil degan, o'sha bioga qo'y degan so'zni qo'ya olamiz. Bo'ldi, galashkani bosamiz. Ehtiyot bo'linglar, Instagram profillarni Telegram qanaqadir nomerlaringiz yoki gmaillarningiz bilan bog'lab qo'yinglar, chunki keyinchalik blok bo'lib ketish ehtimoli ham yo'q emas. Xo'p, bo'ldi, saytga qaytamiz и avtorizatsiyani bosamiz. Xo'p, bizga rozilik bildir deyapti. Hozir buni men sizlarga tarjima qilib beraman qisqacha. E'tibor beringlar, men hozir Instagram profilimda hammasi jonli odam. Bu to'g'ri, sun'iy intellektdan tayyorlangan, lekin hammasida shaxs bor. Bu odamning qanaqadir yoshi bor, qanaqadir jinsi bor. O'shaning uchun men shunaqa rasmlar qo'yganman. Bu yoqda ham aytib qo'ygan. Asosiy profil fotosuratda, profil sahifasida ko'rsatilgan jins va yoshga mos keladigan shaxs. Xullas, odam bo'lishi kerak. Qanaqadir mashhur odam bo'lmasin. Misol uchun sizlar Ronaldoni yoki qanaqadir artistlarni, aktyorlarni yoki mashhur blogerlarning rasmini qo'ya olmaysizlar. Iloji boricha o'zlaringiz bo'lmasa, mana sun'iy intellektdan bir xil odamni, qanaqadir bir randomli odamni sun'iy intellektga aytsangiz tasvirlab beradi. Shunday rasmlarni postlarni joylashtirsangiz bo'ladi. Xo'p, bo'ldi. Aytgan, xullas shaxs bo'lsin, jonsiz narsa bo'lmasin, qanaqadir buyumlar bo'lmasin, qanaqadir shaxs bo'lsin, lekin mashhur shaxslar emas, oddiy. Noma'lum shaxslar bo'lsa, undan ham yaxshi. Mana shu sun'iy intellekt yaratib bergan. Xo'p, biz endi bu yoqdan bog'lashni bosamiz. Bo'ldi, menimcha bizni profilimiz qo'shildi. Mana Instagramda profilimiz qo'shildi. Xo'p, endi mana yoqqa VK Surfing degan 3 ta chiziqcha joyiga bosamiz. Bu yoqdan xo'p, qayerda? Zadaniya joyiga kiramiz. Zadaniyaga kirsak, mana Instagram bo'limiga o'tsak, mana pastda bizga zadaniyalar kelib chiqishi kerak edi, lekin bizda mana tug'ilgan yilimiz va jinsimizni so'rayapti. Tug'ilgan yilimizni yozib olamiz. Xo'p, tavakkal. Nechinchi yil desak? E'tibor bergan bo'lsanglar, o'zingizlarning tug'ilgan yilinglarni yozinglar. Mana точно bo'lishi shart emas. Atak aniqni yozsanglar ham yaxshi. Bu yoqdan vataninglar, o'sha respublikani yozib qoldirasiz. O'zbekiston.
Bu yoqda shaharinglarni, o'zi shahar, tuman, agar o'zi turgan shahar, tuman chiqmasa, mayli boshqa shaharda bosaversangiz ham bo'ladi. Men o'zim Uchquduq tumanda yashayman, bu viloyatda meniki yozdim, chiqdi. Xo'p, bu yoqda jinsinglarni tanlab qoldirasiz. Misol uchun, sizlar boyagi Instagram bog'lagan Instagram profilinglarda ayol kishini rasmi turgan bo'lsa, lekin o'zingizlar jinsinglar erkak bo'lsa, mayli, hech qanaqa uyatli joyi yo'q. Jinsiga tanlab qoldiringlar, chunki keyinchalik pul yetishda muammolar bo'lishi mumkin. Adashib Instagramda ayol kishini, misol uchun, studentlikda qanaqadir bir qizlarning rasmini yaratib, profilga joylab qo'ygan bo'lsalar, bu yoqda ham jinskini tanlab qoldiringlar. Chunki shunga majbur bo'lasizlar. O'shaning uchun yoki bo'lmasa o'g'il bola profil yaratib, keyin bu yoqqa ham murskoy jinsini belgilab qoldirishlar kerak. Xo'p, bo'ldi. Сохранить bosamiz. Ozgina kutamiz. Bo'ldi. Bizni akkauntimiz уже ulandi desam bo'ladi. Endi pul ishlashga ilk qadamlarni boshlab oldik. Chunki nima uchun ilk qadamlar bo'ldi. Shuni o'zi bilan cheklanmaydi. Biz adashmasam, men bundan 2-3 yil oldin boshqa bir akkauntni bog'laganimda mendan telefon raqam so'ragan edi. Telefon raqam ham keyinchalik bog'lash kerak. Hozircha pul ishlab turaylik. Sizlarga bitta nima ko'rsataman, obrazец ko'rsataman, pul ishlab Instagramdan. Xo'p, qani prosmotr videoga aytayapti. Buni ham hozir tarjima qilib ko'ramiz. Xo'p, mana prosmotr video degan joyida siz kamida 15 sekund videoni ko'rishingiz kerak ekan. Hech qanaqa komment yozmasligingiz kerak, like bosmasligingiz kerak, repost qilmasligingiz kerak. Faqat prosmotr video deyaptimi? Tamom, videoni o'zini ko'rish kerak ekan. Mana o'zbekcha tarjimasida ham o'qib olishinglar mumkin, shunaqa deb aytgan. Xo'p, vazifaga o'tishga bosamiz. Videoni ovozini yo'qotamiz, chunki blok berishi mumkin bizga. Qanaqadir muzika bo'lgan bo'lsa, iloji yo'q, mana shunaqa videolar chiqadi. Shunaqa odamlar mana o'zbeklar yozgan ekan. Bu o'zbeklar menimcha komment yozgan, bular ham zadaniya yozgan. Xullas shunaqa 15 sekund ko'rdik menimcha, 15 sekund уже o'tib ketdi. Saytga qaytamiz. Hop. Mana bunaqa belgichasi turadi, mana shunga bitta bosaveramiz. Video vazifa bajarilmadi deyapti. Xo'p, menimcha adashmasam 15 sekund ko'rmadik. Qani bitta boshqa videoni yangilaveramiz bunaqasiga. Boshqa videoni 15 sekund yo undan sal ko'proq ko'rib turamiz. Shunga harakat qilamiz. Boshladik. Xo'p, ikkinchi videoni qani 15 sekunddan ko'p ko'rdik, qabul qilarmikan? Mana buni qabul qildi. Demak, sayt shunaqa qattiq ishlayaptiki, siz 1 sekund kam ko'rsangiz ham 15 sekunddan sizning vazifangiz bajarilishga qo'yilmayapti. Endi bu zadaniya qolib ketdi. Buni qanday bajaramiz desanglar, prosmotr videoga adashmasam yana bir marta bosiladi. Xo'p, endi buni ham 15 sekunddan ko'p ko'rish kerak. Xo'p, endi saytga qaytib tekshiramiz. Menimcha bu safar katta ehtimol bilan qabul qildi. Mana zadaniyamizni qabul qildi. Bu yoqda do'stlar zadaniya kamdek tuyulishi mumkin, lekin har bir soatda bir kirib xabar olsanglar, zadaniyalar chiqaveradi. Bo'ldi, arzimagan pul berar ekan deysizlar, yo'q, mana podpiskalarga qaranglar, yaxshigina pul to'lanadi bularda. Podpiskaga bosamiz. Xo'p, mana bu aytilgan profilga bitta obuna bo'lamiz. Bu yoqda ham qanaqadir videosiga kirib like bosib o'tirmanglar. Faqat obuna bo'linglar, bo'ldi. Boshqa narsa kerak emas. Bitta yangilaveramiz. Saytga qaytamiz. Aytib qo'yay, bir kunda juda ko'p like bosaversanglar, podpiska bosaversanglar, Instagram akkauntingiz bloklanib qolishi mumkin. Nechidir kunga, aytaylik, bir hafta, 10 kunga. O'shaning uchun ketma-ket deb podpiska bosavermanglar. Xo'p, tekshiramiz. Zadaniyamiz qabul qilindi. 0.4 rubl balansimizga qo'shildi. Xo'p, bitta like bosib ko'ramiz. Mana like. Bunda ham lekin adashmasam videoni nechidir sekund ko'rish kerak. Kamida bir 10 sekund ko'rish kerak. Xo'p, 10 sekund ko'ramiz. Qaranglar do'stlar, qayerda bor? Ham Instagramda video ko'ryapsiz, ham pul ishlayapsiz. Chem Instagramni bekordan ko'rgandan ko'ra mana shunaqa foydali narsalarga ishlatgan yaxshi, ham pul ishlagan yaxshi. To'g'ri, ko'p emas, passiv zato. Chem kuniga 4-5 soatlab Instagramda o'tirgandan ko'ra. Xo'p, like bosdik, saytga qaytamiz zadaniyani tekshiramiz. Do'stlar, bitta muhim narsa, Instagramda keyin kimgadir podpiska bosasizlar, like bosasizlar, repost qilasizlar, o'sha narsani qaytarib olmanglar, iltimos. Keyinchalik o'sha akkaunt polni mana shu ochgan akkauntimizni bitta shu Instagramda emas, polni akkauntimizni blokirovka qilib qo'yishi mumkin. To'g'ri, bittada qilmaydi. Birinchi marta ogohlantirish beradi, keyin nechidir shtraflar solinadi. Aytaylik, balansingizda 10 rubl bo'lsa, 10 rublni olib qo'yishi mumkin. O'shaning uchun halol pokiza ishlanglar. Bu sayt ham 100% to'lab beradi. Men o'zim juda ko'p marta pul chiqarganman. Nasib bo'lsa, keyingi videoda ham o'sha minimalkasini chiqarib ko'ramiz sizlar bilan. Xo'p, do'stlar, videomiz shundan iborat edi. Menimcha TikToklar, bundan keyin endi ko'rib oldingizda, TikTok, Like, VKontakte, Telegramni aytmasam bo'ladi. Telegram ulash juda oson. Qolgan bir akkaunt ijtimoiy tarmoqlarni ulab olsanglar, kuniga ko'p emas, bir 2 soat vaqt ajratsanglar ham, aytaylik 50 rubl, 60 rubl ishlasanglar, bu oyiga aytaylik 5-6 yoki harakat qilsanglar 10 dollargacha borishi mumkin. Bu esa sizlarning bemalol Wi-Fi pulinglar, paynet pulinglarni qoplab berishi mumkin. Chem kuniga 4-5 soat keraksiz shortslar, reelslar ko'rgandan ko'ra.
pul yechish joyiga keladigan bo'lsak, mana yoqdan tepaga bossak bitta. Xo'p, bizda вывести turibdi. Pul yechish, ya'ni minimal summa chiqarish 100 rubl deb qo'yibdi ekan. Wallet, FK walletlarga 100 rubl ekan. Lekin уже kriptovalyutalarga boshlandi. Kami 5 dollardan, 10 dollardan, BEP20 ga mana eng kam ish 200 rubl ekan, lekin qaranglar, komissiyani qaranglar ahvolni. 90 rubl komissiya bilan birga 2% ekan. Pashti pulinglar yarmi yo'q bo'lib ketadi. Buni maslahat bermayman. Eng yaxshi variant bu yoqda men sizlarga aytaman. Tinchgina eng yaxshi variant FK Wallet bilan walletni o'zini ochish. Lekin to'g'risini aytsam, FK Walletdan hali qiziqib ko'rmadim verifikatsiyadan o'tib pul yechishga. Atak yaxshi variantlardan yana bittasi Lite, qachonki pulinglar ko'p bo'lsa, aytaylik 1000 rubl ishlasanglar yoki 1,5 rubl ishlasanglar, o'shanda Litecoin'ga yoki Ethereum'ga yechib olsanglar bo'lar ekan. Mana shunaqa banklar, agar sizlar Rossiyada bo'lsangiz, Sberbank yoki T-bankga ham yechib olsanglar bo'lar ekan. Shunaqa gaplar. Telefonga esa faqat Rossiya nomerlari uchun pul yechib berar ekan. To'lka Rossiya deb yozib qo'ygan. Do'stlar, pul yechishdan hech qanaqa muammosi yo'q. 100% to'lab beradi. Xohlasanglar keyingi safar boshqa akkauntimda ham ozgina pul yig'ilgan, ikkinchi akkauntimda, undan ham keyingi videolarda pul yechib ko'rsataman. Xo'p, do'stlar, videomiz shundan iborat edi. Agar yana tushunmasanglar, bitta TikTokni ulab ko'rsat, Like'ni ulab ko'rsat, undan ham pul ishlab ko'rsat desanglar, keyingi videolarda albatta ulardan ham akkauntlarni ulab pul yechib birga ishlab ko'ramiz. Bugungi videomiz shundan iborat edi. Sayt silkasini kommentariyada qoldiraman. Telegram kanalining silkasini ham kommentariyada qoldiraman. O'tib obuna bo'linglar. Saytda ham sarmoyasiz pul ishlamoqchi bo'lganlar-chi, hech bo'lmasa paynet pulim chiqarib olaman, kuniga 1-2 soat ajratib desanglar, bemalol ishlatishinglar mumkin. Hech qanaqa muammosi yo'q. Pul yechishlarda aytganimdek, hech qanaqa muammo bo'lmagan shu paytgacha. Bu sayt adashmasam 6-7 yildan beri ishlab kelyapti. O'zim ham bu saytni 3 yildan beri bilaman. Lekin oxirgi 1 yilda shu kam-kam pul yechib turaman har oy. Do'stlar, bugungi videom shundan iborat edi. Like bosinglar, o'zingizlar kommentariyada qiziqtirgan savollaringiz bo'lsa, fikringiz bo'lsa yozib qoldiringlar. Atak Telegramdan murojaat qilsanglar ham bo'ladi. Ko'proq bir qanaqadir yaxshiroq taklif yoki qanaqadir jiddiyroq savollar bo'lsa, nimadir qiziqtirsa, Telegram kanalini mana username ham ko'ringlar, buni kommentariyada ham qoldiraman. Men o'zimni lichkam bo'lsa, mana unaqa deb yozsanglar, lichkamda chiqadi. Mana shu Telegram kanaliga o'tib, keyin lichkamga o'tsanglar ham bo'ladi. Do'stlar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, o'zinglarni asranglar.